Raqamli transformatsiya bizga qanday yordam beradi? B2B savdolar bilan shug'ullanadigan importyor, katta distributorlar misolida bitta keysni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, meni ismim Amon Olimov, Deep Vision kompaniyasi rahbari bo'laman. Hozirda Odoo'da O'zbekistonda eng yirik partnyor, yagona Gold partnyor hisoblanamiz va hozirga qadar biz ko'plab kompaniyalarda Odoo joriy qilib, raqamli transformatsiyani amalga oshirib, ancha optimizatsiyalarni va daromadini oshirishni amalga oshirdik. Demak, sizlar bilan bugun B2B savdo qiladigan optaviklarda, distributorlarda ma'lum bir proseslarni raqamlashtirish orqali qanday optimizatsiya qilishni va daromadni oshirishni ko'rib chiqamiz. Keling, buni kichik misollarda ko'rib olamiz. Masalan, bizda eng yuragi bo'lgan biznesimizni salesdan boshlaymiz. Ma'lum bir bo'limlarni o'rtasidagi munosabatlarni raqamlashtirish orqali qanday qilib qattiq ushlab turish mumkin yoki optimizatsiya qilish mumkin, shu holatlarni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, sizda biznesingiz tizimlashgan, ancha yo'lga qo'yilgan, lekin undan chiqib ketish mumkinmi? Ha, albatta, agar siz qog'ozda, Excelda ishlayotgan bo'lsangiz, Telegramda ishlayotgan bo'lsangiz, ma'lum bir xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Shunday holatni ko'rib chiqamiz. Agar bizda sotuv bo'limi va buxgalteriya o'rtasidagi munosabatlar, sizda 50 ta sotuv bo'limi xodimi, ya'ni sotuvchilar o'tiribdi. 50 ta sotuv bo'limi B2B da har kun hech bo'lmaganda bittadan shartnoma imzolashga muvaffaq bo'lsa ham, 50 ta shartnomani kuniga buxgalteriyada buni amalga oshirish uchun kamida 15 ta buxgalteringiz kerak bo'ladi. Va 15 ta buxgalterga 50 ta sotuvchi tinmasdan yozib turadi. Telegramdanmi, rekvizitlarni olib bering, shartnoma qilib bering, mana bunaqa parametr va hokazo. Agar siz o'zingizda muvaffaqiyatli CRM joriy qilgan bo'lsangiz ham, CRM sizga shunchaki sotuvingizni qilib beradi. Buxgalteriyadan shartnoma chiqarishni, detoksdan chiqarib yordingizmi, puli tushdimi, rekvizitlar qanaqa ekan, rekvizit xato ekan, shot bo'libdi, bu bo'libdi va hokazo, cheksiz qo'ng'iroq va Telegram munosabatlar ichkarida bo'lyapti. Ichkarida ko'p yozishmalar. Ya'ni biza siz bilan qilishimiz kerak bo'lgan ish hozirda mana shu ikkita bo'lim, hozircha ikkita bo'lim o'rtasidagi munosabatlarni mana bu tarzda qayta bo'lishini emas, silliq bittada o'tib, keyingi bo'limga o'tib ketishini ta'minlash. Keyingi bo'lim bo'lsa, bizada bu ombor bo'limi eng yaxshi holatda bitta chiziq bilan o'tib ketish kerak. Lekin ko'pincha bizada guvoh bo'lamiz, agar sizda biznesingiz tizimlashgan bo'lib turib, lekin raqamlashmagan bo'lsa, telefonda, Telegramda yoki qog'oz ko'tarib yuriladi. Eng yomon kes, agar o'g'rilik, kelishuv, zgovorlar bo'ladigan bo'lsa, sotuv bo'limidan to'g'ridan-to'g'ri skladga o'tib ketadi buxgalteriyasiz yoki buxgalteriyadan skladga o'tib ketib qoladi. Ukajon, men buni chiqarib yuboring, puli tushganda bo'ladi, u bu degan narsalar bo'ladi. Endi raqamlashtirish bilan buni qanday yechim qilish mumkin? Kelinglar, shu holatni ko'rib chiqamiz. Raqamlashtirish bilan mana shunday kelishuvlarni, mana shunday qandaydir sizda tizimlashgan biznesingizni qoidalarini chetlashib o'tadigan holatlarni oldini olishni qanday qilamiz? Masalan, biz realniy keysda tatbiq qilganimizda Odoo tizimini joriy qildik va Odoo tizimida nima qildik? CRM bevosita sales bo'limida CRM bor. CRM ichida kelgan leadlarni sales bo'limiga oddiy telefondan zapis zvonkov va hammasini Odoo'ga tushadigan qildik. Har bitta klient bilan ishlayotganini zapisi endi oddiy qo'l telefoni xuddi IP telefoniyadagi, call centerdagi ishlab beradi va hamma qo'ng'iroqlar CRM ga, Odoo tizimiga kelib tushadi, Odoo'ning CRM ga. Endi tushgan leadlar, Instagramdan lead tushyapti, bevosita sales bo'limi, sotuv bo'limiga ko'rinyapti. Sotuv bo'limi telefonda gaplashishi bilan bo'ldi, gap yo'q, palon mahsulotni kelishdik, narxini aytib, ininizni ayting, hamma rekvizitlaringiz bizda bor deydi. Biza nima qildik? Mana shu yerda iHamkorga ulanish orqali, iHamkor yoki detoksga ulanish orqali uni innisini so'raydi, bo'ldi. Rekvizitni tashlab bering deb kutib o'tirmaydi. Innisini kirgizishi bilan hammasini tortib oladi. Tasavvur qilyapsizmi? Ma'lumotlarni olgandan keyin bu yerda nima qildik? Shartnoma generatsiya qilish. Shartnomani avtomatik generatsiya qilishni yo'lga qo'ydik. Hali buxgalteriya endi bizga kerak emas hozircha. Shartnomani generatsiya qilib, avtomatik dedoksdan chiqarib yuboradi. Buxgalteriya bo'lsa faqat
Didoxni sahifasini ochib turib, bitta ko'rib chiqib, tasdiqlashni bossa bo'ldi. Rekvizitni bittalab qo'lda Wordda kirgizish shart emas, yoki bo'lmasam o'tirib sotuv bo'limidan rekvizitlarni olib bering, keyin shartnoma yozib beraman deyish shart emas. Shu yer o'zida kamida 2 soat, 1 soat har bitta sotuvdan yutdik. Chunki bilasizlar, sotuvda bitta muhim joyi bor. Telefonda kelishganda yoki deal qilgandan keyin tezda shartnomani qilib, tezda pulini birinchi olmasa, u mijozda o'ylashga vaqt bo'ladi. Agar mana shu proses 2 soat vaqt olayotgan bo'lganda edi, buxgalteriyadan shartnoma kutguncha nima qilardi? Haligi litimiz OLX-ga kirib, shoshmanglar, bularning konkurentida qanaqa ekan deb qidirib, может sizdan arzonrog'i, может sizdan tezrog'ini topib ketib qolishi juda ham ko'p bo'lgan. 30% klientlar mana shu dealdan keyin ham yo'qolgan, ya'ni kelishuvdan keyin ham yo'qolib qolgan. Ana endi o'sha 30% ni ham olib qolyapmiz. Bu olib qolganimizda shartnoma tayyor bo'ldi. Buxgalteriyaga avtomatik ko'rinishni boshladi. Buxgalteriya Didoxdan tasdiqlashni bossa bo'ldi. Endi Didoxdan tasdiqlandi. Mijozga borgandan keyin buxgalteriyadan opa Didoxdan tasdiqlab yubordingizmi deyish shart emas. Avtomatik sales bo'limiga bu ko'rinib turibdi. Ko'rinib turgandan keyin mijozga telefon qilib, "Aka, shartnoma bordi, pulni tushirsangiz bo'ldi" deyish qoldi. Qanaqadir 5 minutning ichida bo'ladigan ish bu. 2 soatda 5 minutga tushirdik. 30% klientni ham olib qoldik. Operatsion ishni ham tezlashtirib yubordik. Tejalgan vaqtga ko'proq shartnoma qilasiz endi balki. Pul tushganini ham buxgalteriyaga biza avtomatik bank klientni ulab qo'yamiz. Bank klientni ulab qo'yganimizda avtomatik sales bo'limiga kelib ko'rinadi u pullar sales bo'limiga ko'ringandan keyin nima bo'ladi? Buxgalteriya ko'rdida, bo'ldi, pul tushganini tasdiqladi ham deylik, avtomatik skladga chiqib ketadi. Skladga zaявка kelib tushdi, palon mijoz, palon pulni to'labdi, chiqarib yuborishingiz mumkin. Bu yerda ham siz qoidalar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Masalan, kamida 70% to'lovni to'lamasa, skladga ko'rinmasin deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Hech bo'lmaganda, masalan, buxgalteriya aytishi mumkin, "Ukajon, 50% ni o'tkazibdi, mayli chiqarib yuborib qoling" degan holatga tushib qoldik yoki sotuv bo'limi, "Oka, 50% bo'libdi", skladga telefon qilib, "Palon mahsulotni chiqarib yuboring" deyishi mumkin. Lekin bizani holatda 70% siz biznesingizni tizimlashtirish asosida 70% tushmasa, mahsulotni chiqarib yuborma degansiz. Sizning qoidangizni sotuv bo'limi chetlab o'tmasligi uchun nima qilamiz? Biz ruxsat bermaymiz. Kamida 70% pul tushmasa, bularga hatto ko'rinmaydigan qilamiz. Avtomatik sotuv bo'limi rasmga olib tashlab bersa ham skladga ko'rinmaydi va tasdiqlashni yoki tovar yig'ishni bosa olmaydi. Mana sizga permissionlar yoki ruxsatlarni to'g'ri boshqarish orqali o'g'riliklarni oldini olish yoki tizimlashgan biznesingizni tizimini buzib tashlashni oldini olishga yana bir yorqin misol. Endi bu tizimlashgan qoidalarni buzib o'ta olmadi deylik. Yana bitta holat bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa TTN degan narsa bor. Yuk xati. Yuk xatini ham biz shu yerda Didoxdan qildik va mijozga chiqib ketish kerak bo'lgan mashina yoki mijozdan kelish bo'lgan mashinalarni avtomatik bu yerda registratsiya qildik. Endi skladga nima deyapmiz? 70% puli kamida tushdi. Palon raqamli mashina kelsa berib yuborasan deymiz. Bo'ldi. Boshqa mashina kelib palonchini yukini olib ketaman desa ham o'g'rilikni yoki aldashni imkoni yo'q. Boshqa mashina kelsa ham endi ko'rinib turadi skladga. Palon mashinaga palonta narsa berib yuboraman deydi, bo'ldi. Boshqa mashina kelsa yoki yetarlicha avans tushmagan bo'lsa, buni imkoni bo'lmaydi. Mana shu orqali raqamli transformatsiya deymizmi yoki siz qo'ygan tizimni mixlab hamma xodimlar xohlamasa ham amal qiladigan qilishni yagona yo'li mana shu deb o'ylayman. Agar siz bu yerda qog'oz, ruchka bilan qo'l qo'ymasa, ko'rinmaslik va hokazo degan hamma tizimni buzish mumkin. Buni tarixdan juda yaxshi bilamiz. Lekin bu permissionlarga asoslangan tizimni buzish juda qiyin. Mana shu asosda biza bu yerda endi nima bo'ldi? Transformatsiyamizdan keyin 15 ta buxgalter o'rniga 2 ta buxgalterga tushdi. 50 ta sotuv menejerini endi yana ham oshirish mumkin. Chunki mana bu yerdagi har kun 2 soatdan tejalgan vaqtga ular o'zi itak ko'p sotuv ham qilyapti. Sotuv menejerlari mana bu yerdagi operatsion Telegramda yozishuvlardan ancha xolis ham bo'lishdi. Buxgalterlar bo'lsa rekvizit yozib shartnoma yozishdan ancha qo'llari bo'shadi. Skladchilar ham adashishuvlarni oldini oladigan bo'ldi, bitta tizimda bo'ldi. Bu hali transformatsiyani birinchi qadami.
bundan keyin siz qancha analitika qilishingiz mumkin bu yerda qancha tezlik, qanaqa mahsulotlarda qancha tez chiqayotgani, yig'ilayotgani va hokazo keyingi bosqichlarda bu analitikani ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha B2B'da men sizga bitta ko'rsatmoqchi bo'lgan bosqichim shunaqa. Bunaqa bosqichlardan hali bir nechta amalga oshirish mumkin. YouTube kanalimga a'zo bo'lib, videolarni ko'rib borsanglar, keyingi keyslarni albatta ko'rsataman.